Mazali turkcha go'zlama. Go'zlama taomi turk oshxonasining nodir asarlaridan biri bo'lib, bugun men sizlarga ismaloq va kartoshkaligini ko'rsatib beraman. 200 ml suvda 1 choy qoshiq tuzni eritib, 400 g un va 50 g toplyonka yog'ini eritib, xamir tayyorlaymiz. Xamir tingandan so'ng 8 ga bo'lib zuvlachalar yasab yana tindirib qo'yamiz. 2 xil nachinka uchun ozgina sariyog' eritib, 200 g piyozni o'rta to'rtburchak shaklida to'g'rab, tilla rangda qovurib olamiz. 200 g ismaloq bilan bir bog' ko'k piyozni yaxshilab yuvib, chayib, to'g'rab, maydalab chopib olib, qo'rilgan piyozni yarmi bilan 100 g mozzarella sir qo'shib, ozgina tuz berib, aralashtirib qiyma tayyorlab olamiz. 300 g qaynatilgan kartoshkaga ozgina sariyog', tuz va ozgina qizil qalampir bilan qo'rilgan piyozni qo'shib, pyure tayyorlab olamiz. Xamirni 25 dan 30 cm gacha oralig'ida yupqa qilib yoyib olib, ismaloqli nachinkadan 4 qoshiq, kartoshkali nachinkadan esa 3 qoshiq bilan yarim osh shaklida go'zlamalarni tugib olib, yog'siz quruq skоворodkada o'rta olovda har tomonini 4 daqiqadan qovurib olamiz. Go'zlamalar pishib chiqqandan keyin yumshoq bo'lishi uchun issiq paytida har tomonini sariyog' bilan surib olamiz. Yumshoq va lazzatli bo'lgan bu haqiqiy turkcha go'zlamalarni yaqinlaringiz uchun albatta tayyorlab ko'ring. Siz bu go'zlamalarni tatib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Agar sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizni eslab qo'yishingiz yetarli. Afiyat olsun. Maltana bilan har qanday go'zlama yanada mazaliroq.